Hurmatli mijozlar, bizlarga eng mashhur xlorofillardan keldi va men sizlarga kimlarga bu yaxshiligini tushuntirib bermoqchiman. Bu birinchi 3tasi Dynamic Health brendidan bo'ladi. Birinchisi xlorofil peppermint, yalpizli bo'ladi. Uning ta'mi yoqimli va tetiklashtiruvchi yalpiz ta'mi bo'ladi. Og'izdan keladigan noxush hidlardan tezda xalos bo'lishni xohlovchilarga to'g'ri keladi. Xlorofilning o'ziga xos o't ta'mini yoqtirmaydigan va ichishga qiynaladiganlar uchun eng zo'r tanlov. Ikkinchisi esa Dynamic Health brendidan Chlorophyll Unflowered ta'msiz bo'ladi. Hech qanday qo'shimcha ta'm va aromatizatorlarsiz mutlaqo tabiiy bo'ladi. Allergiya va turli sun'iy qo'shimchalardan ta'sirchan allergik insonlarga to'g'ri keladi. Uni toza suvga emas, balki ertalabki yashil smuzi yoki sharbatlarga aralashtirib ichishni yaxshi ko'radiganlarga to'g'ri keladi. Maksimal darajada toza tarkib qidirayotganlar, vegetarianlar va veganlarga to'g'ri keladi. Uchinchisi esa Liquid Chlorophyll Spearmint Flower bo'ladi. Ta'mi shirinroq va yumshoq yalpiz ta'miga ega bo'ladi. Oddiy achchiq yalpizdan ko'ra yumshoqroq va shirinroq ta'mlarni afzal ko'radiganlarga yaxshi bo'ladi. Kun davomida energiyani oshirish va teri holatini yaxshilashni xohlovchilarga, yoshlarga to'g'ri keladi va u boshqalarga qaraganda shisha idishda bo'ladi.